Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşılamız. Mən Ərşidin İdiqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibigə əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitoy Şərqi Türkistanda atalmış 13 cho'ng harakat loyihasini tarqatdi. Xitoy Şərqi Türkistanda kelgusi 3 yil jarayonida ijro qilmoqchi bo'lgan 13 cho'ng harakat loyihasini besib tarqatgan bo'lib, irqiy qirg'inchilik jinoyatining davomlashadiganligiga ishorat qilgan. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq partiya komiteti siyosiy tadqiqot ishxonasi yaqinda Xinjiangning strategik, ijodiy xarakterlik, yetakchi xarakterlik islohotda o'tkalga hujum qilish harakat loyihasini besib tarqatgan bo'lib, 2025-yildan 2027-yilgacha ijro qilinadiganligi bildirilgan. Mazkur loyihada Xitoyning kelgusi 3 yilda Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida atalmış islohotda o'tkalga hujum qilish 13 cho'ng harakatini zo'r kuch bilan yo'lga qo'ydiganligi qayd qilingan. Loyihada atalmış terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash, atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosatlari, shundaqla Sharqiy Turkistonning to'lik boyliqlarini bo'lang-talang qilishga aloqador bo'lgan energiya boyligi kapolat bozori barpo qilish, zamonaviylashgan ul aslaha to'ri barpo qilish iboralari kelgusidagi 13 cho'ng harakat qatoriga tizilgan. Loyihada 2025-yildan boshlab Sharqiy Turkistonda atalmış islohotda o'tkalga hujum qilish 13 cho'ng harakatining to'liq tadbirlari umumyuzlik yo'lga qo'yilganligi, 2027-yilga borganda loyihada bekitilgan vazifalarning tamomlanganligi da'vo qilingan. Xitoy garchi tashqi dunyoga qarata Sharqiy Turkistondagi vaziyatning butunlay muqimlashganligi, xalqning erkin ozoda yashayotganligidek saxta tashviqotlarni bozorga silayotgan bo'lsa-mu, to'liq siyosatlar, plan loyihalar bilan pardozlangan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirmoqda va kuchaytmoqda. Amerikaning yillik doklati Xitoyning to'liq jinoyatlarga markazlashdi. Amerika parlamentining Xitoy ishlari ijroiya komiteti e'lon qilgan Xitoy haqidagi yillik dokladda g'arb shirkatlarining Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan majburiy emgakka chetilishi, Xitoyning majburiy ichki a'zo yig'ilish jinoyati va boshqa inson haqlari dafsanchiligiga alohida markazlashgan. Amerika ovozining aloqador xabarida bildirilishicha, Amerika parlamentining Xitoy ishlari ijroiya komiteti 20-dekabr Xitoyning inson haqlari vaziyati va qonun bilan idora qilish ahvoli to'g'risidagi 2024-yillik dokladini e'lon qilgan. Dokladning asosliq nuqtasi Xitoyda davom qilayotgan insoniy huquq dafsanchiligiga, bo'libmi ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakka markazlashgan. Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi, Cumhuriyetçiler partiyasining Avam palata a'zosi Kristofer Semiz va komitetning birlashma raisi, Demokratchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Jeff Merkley bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida komitet xizmatchilarining xizmati Xitoyning xalqaro inson haqlari o'lchamiga bo'ysunishida og'ir masala borligini xotirlash jihatdan muhim ahamiyatga ega degan. Doklad şirketlerinin ta'minlash zanjiri va Amerika hukumatining setib olish manbalarida majburiy emgakning mavjud ekanligini oshkorlagan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti majburiy emgakka diqqat qilgandan boshqa, Xitoy kommunist rejimining organ yig'ilish jinoyati doklatining qisqacha bayon bo'ligida 16 qitim, butun dokladda 42 qitim tilga olingan. 2024-yili Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti Xitoyning ichki organ yig'ilish jinoyatini cheklash uchun nima qilish kerak mavzuliq isbot anglash yig'ini ochgan bo'lib, yig'inda Xitoyning Falun Gong murtlari va Uyg'urlarning ichki a'zolarini yig'ilishga munosabatlik masalalar tekshirilgan. 315 betlik yillik dokladda yana 2024-yili Xitoyning insoniy huquq va erkinlikni cheklash jinoyatining davomli og'irlashganligi tilga olingan. Dokladda Xitoyning so'z erkinligi, diniy e'tiqod erkinligi va fuqarolar jamiyatining erkinligini cheklash, adliya va qonun ijro qilish jihatdan kamsitish, xo'rlash va odam atkazchiligi, ishchilarning huquqini dafsana qilish qatorliq har qaysi taraflarda fuqarolarning huquqini bostirish qilmishlari tafsiliy bayon qilingan. Dokladda yana siyosiy va diniy masalalar bahonasi bilan tutqun qilingan va turmada yetayotgan tadqiqotchilar, jurnalistlar, faoliyatchilar, jumladan professor doktor Rahila Davud qatoriqlar tilga olingan. Dokladda oshkorlanishicha, o'tgan 1 yilda Xitoy kommunist rejimi fuqaroviy jamiyatlarni kontrol qilish yoki parchalash, so'z, axborot va to'r erkinligini cheklash, davomli parakandichilik silish, namoyish qilish va boshqa tinish yig'ilishlarga qatnashgan kishilarni tutib turmaga tashlashni izchil davomlashtirgan.
Dokladda yana Xitoyning diniy faoliyatlarga bo'lgan kontrolligini davomli kuchaytganligi, bu doirada 2764 kishini qo'lga olganligi, buning ichida 678 nafar Tibet Budda muridi, 497 nafar Falun Gong muridi, 245 nafar musulmon, 86 nafar xristian bor ekanligi qayd qilingan. Putin Ukraina bilan suhbatlashishga tayyor ekanligini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan oldingi shartsiz va 2022-yili Istanbulda tuzilgan kelishimlar asosida suhbatlashishga tayyor ekanligini aytdi. Turkiya ovoz radiosining xabarida qayd qilinishicha, Vladimir Putin davlatidagi televiziya va radiolarda o'rtaq tarqatiladigan yillik axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlari bilan xalqning savollariga javob bergan. U Ukraina bilan o'tkaziladigan tinchlik suhbati haqida to'xtalib, hech qanday oldingi shartimiz yo'q. Shunga biz yangi shart qo'shmasdan suhbatlashishga tayyormiz. Biroq 2022-yilining oxirida Istanbulda o'tkazilgan muzokara jarayonida tuzilgan kelishimning moddalari va bugungi kundagi urush maydonidagi reallik asosida suhbat o'tkazalaymiz degan. Putin Ukrainada prezidentlik saylimi o'tkazilsa, saylangan prezident bilan ko'risha oladiganligini bildirib, bu Zelenskiy uchunmi kuchga ega albatta. Agar Ukraina krizisini rostilla tinch yo'l bilan hal qilishni xolasa, buni qila oladi. Ukrainaning qonunli hukumatiga kim mas'ul bo'lsa, shuning bilan suhbat o'tkazalaymiz degan. Amerika Suriyaning yangi rahbari Javlani haqidagi tutish buyrug'ini bekor qildi. Amerika hukumati Suriyaning yangi rahbari Ahmad Shar'iy Javlaniga chiqarilgan mukofotliq tutish buyrug'ini bekor qilganligini e'lon qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Amerika tashqi ishlar vakillar umumi Damashqni ziyorat qilib, Suriyaning yangi rahbarligi bilan siyosiy o'tkinchi bosqichni muzokara qilgan. Undan boshqa Amerika tashqi ishlar ministrligining O'rta Sharq ishlariga mas'ul yordamchi tashqi ishlar ministri Barbara Lev Suriyaning shimolidagi Kobani shahri atrofida Turkiya qo'llagan qurolli kuchlari bilan Kurd qurolli kuchlari o'rtasida urush to'xtatishni talab qilgan. Javlani ilgari Amerika tarafidan terrorchilar tizimiga kirgizilgan bo'lib, Amerika hukumati yangi Suriya hukumati bilan tunji qitim rasmiy aloqa o'rnatgandan keyin 20-dekabr tutish buyrug'ini bekor qilishni qaror qilgan. Javlani Hay'at Tahrir Shamning rahbari bo'lib, uning yetakchiligidagi qo'shin Asadni og'dirib tashlash harakatini tashkillagan. Keyin bu tashkilot Suriya hokimiyatini o'tkazib olgan. Bu qaror Amerikaning Suriya masalasini bartaraf qilish siyosatida ko'rnalik o'zgarish hosil qilganligidan derak beradi ekan. Fransiya agentligining xabariga asoslanganda, Barbara Lev boshchiligidagi Amerika tashqi ishlar vakillari umumi Damashqni ziyorat qilib, Hay'at Tahrir Sham boshchiligidagi yangi Suriya rahbarlari bilan ko'rishgan. Barbara Lev yig'indan keyin taratqularga bergan bayonotida, biz Turkiya va Suriya demokratik kuchlari bilan suhbatlashish uchun faol tirishyapmiz degan. U so'zida Kobani atrofidagi urush to'xtatishning eng yaxshi hal qilish chorasi ekanligini aytgan. Bu Bashar Asad hokimiyati ag'darilgandan buyon Amerika tashqi ishlar amaldorlarining tunji qitim Suriya poytaxtini ziyorat qilishi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atki programmada ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.